Riders of the storm, into this house we're born. Xudo xohlasa, Sholi chakalarimiz davri kelmoqda. Mana biz SN Invest Sholi sezonni boshladik. RG130 Sholi kombaynlarimiz o'tgan yil trendda bo'lgan kombaynlarimiz sotilishni boshladi. Mana akamiz 100% to'lov evaziga Xorazmdan kelib xarid qilishdi. Aka, qutlug' bo'lsin, tabriklaymiz. Aynan nima uchun RG130 kombaynni oldingiz? Qayerga olib borib ishlatasiz buni Xudo xohlasa? Xudo xohlasa Xorazmga, Sholiga, bug'doyga, moshga. Moshga ham ketaveradi. Bug'doy, Sholi, mosh ketaveradi. O'tgan yil bunda ishlatganman dedingiz-a? Ha, ishlatganmiz. Buni bemalol bilasiz. Bilamiz. Kecha aka sherigingiz bilan gaplashdik. Kuniga 4 gektardan 6 gektargacha o'ryapmiz dedi. Xudo xohlasa uni videosini ham qo'yib ketamiz. Aka, qutlug' bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Videolarda Xudo xohlasa kutib qolamiz. Hurmatli mijozlar, Sholi bilan shug'ullanuvchi akalarimiz ushbu kombaynni hozir kundagi narxi 585 million so'm. Akalarimiz 100% to'lovga xarid qilishdi. Yaxshigina chegirma qilib berdik. Jatkasi 280 bo'ladi. Yana to'liq videolari YouTube kanalimizda va Instagram kanalimizda joylangan. Bemalol kirib, shu SN Invest deb qidirsangiz chiqib keladi. Obuna bosib, like bosishni unutmang. Xudo xolasa har bitta texnikani narxlari bilan qo'yib boramiz. Barchangizni SN Invest bosh ofisida filialda kutib qolamiz.